الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانه يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. İşendim, teslim oldum, iman ettim, yüzümle sana odulladım. Senin men bilen kalbim o'ttirsida o'rin tutqanligingni bildim. Özümni aldaşdın saqlığanmı sendursen. Men senin kulungman, sanını tayınman. İşenginimmi faqat seninle ilmingdandir. Ayet əvətib, gumanlarımni tazalab, qalbimga qoyillik bergüchi sendursan. Sen hidoyatingni marhamat etmasang, qalblar qandoq muxotirjam bo'lsin. Sen aminlik va omonlik bermasang, kimmi o'shanganidan amin bo'lsin. Baladin amin, ofatdan yiroq qil. Turmushdan xushallik, do'zaxdan omonlik ber menga ey mu'min Rabbim. Qayg'udan yiroq, alamdan uzoq qil. Havas tuzaqlardan saqlab, fojiani yiroq qil menga ey mu'min. Nafsimning changilig'i tashlab etmagin meni. Shundoq mu'min ayliginki, iymon nurim jahannamning yolqinini o'chirsin. Shundoq ishonguchlaridan qilginki, nadomatlarim meni sen tarafga yondirsin. Ya mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve Habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm kadirli kardeşler. Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimlerinden El-Mu'min isminin ikinci bölümünü yani kelgen yerimizden başlayıp devamlaştırırız. Ama bu yerde yeni bir iş kadirli kardeşler. Allah Subhanahu ve Taala'nın azabıdan ahirette qandaq emin bo'lamiz, qandaq xotirjam bo'lamiz, qandaq qutulamiz degan bir savol chiqadi. Ha? Allohning azobidan oxiratda qandaq qutulamiz, qandaq emin bo'lamiz degan bir savol chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bizga koinotni ato qildi. Aql berdi. Bizga fitratimiz poklikni, to'g'ri yo'lni tanlaydigan bir fitrat ato qildi. Shahvat ato qildi. İxtiyorlikni berdi bizga. Kuch-quvvat ato qildi. Tanlay oladigan kuch-quvvat ato qildi. Ya'ni mushu dunyodagi bütün narsani oxiratni ana shu oxiratda Alloh subhanahu va taoloninki shu azobidan oxiratdagi azobdan nijot topa oladigan uskuna saymon qilib berdi. Dunyodagi barliq vositalarni shu oxiratning azobidan qutulishimizga ishlatalamizmi shu dunyoda ishlatmasak? Kuch-quvvat bor, aql bor, idrok bor, shahvat bor, fitrat bor, hamma narsamiz to'liq beriladi. İxtiyorlik bor. Buni ishlatib turib, shu dunyoda biz tanlaymiz. Naning odami bo'lishimizni o'zimiz tanlaymiz shu dunyoda. Oxiratda Allohning azobidan, jahannamdan qutulishni shu dunyoda tanlaymiz. Hamma uskuna saymonli beriklik qaysini qilsan qildi.
Ba'zi vaqtimizda yani Allah subhanahu va taoloninki yuzlanib, Allohga yuzlangan vaqtimizni tafakkur qilib o'ylanib boqaylik. Allohga yuzlanib boqaylik. Allohga yuzlangan vaqtimizda o'zimizni shunchalik go'zal bir tuyg'uda his qilamiz. Shunchalik bir tashvishdan xotirjam bo'lib qolganligimizni, kasaldan xotirjam bo'lganligimiz, ichi siqilib ketishdan xotirjam bo'lganligimizni his qilamiz. Charchashdan xotirjam bo'lganligimizni, qo'rqinchdan xotirjam bo'lganligimizni his qilamiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo butkul xotirjamlik, tinchlikning asli manbasi Alloh subhanahu va taolo. Uningdan boshqa bir taraf yo'q. Biz xotirjamlikka erishadigan, tinchlikka erishadigan, xotirjam bo'ladigan hech bir Alloh tarafidan boshqa taraf yo'q inson uchun. Undaq taraf yo'q, Kimiki uningdan yuz o'raydi ekan, chuqum uningga tashvish, xotirjamsizlik hayotdan boshqa narsa yo'q. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Alloh tam qo'rib Allah subhanahu taolo Allah bur. Kimiki mening zikrimdan, mening yo'limdan kimiki yuz o'raydi ekan, uningga ashundaq nayt siqiladigan, nayt bir xil tashvishlik bir hayot bor dedi. Alloh bekitib Allah bur. O'ylab boqaylik. Mana bu shunday hayotda yashayapmiz biz. Allohdan boshqa hech bir taraf yo'q xotirjamligimiz uchun. Her taraflar bizni ansirtishi mumkin. Hali u ansirtishi mumkin, bu qo'rqitishi mumkin. Lekin Allohning mu'min ismi, Allohning mu'min ismi biz qachoniki shu Robbimiz buyurgan tarafga, shu Robbimiz bilan ma'nod ekanmiz, uning buyrug'iga ergashib ekanmiz. Biz davomli xotirjamlik, tinchlik ichidamiz. Xotirjam bo'lsak bo'ldi biz. Tinchlik, xotirjamlikning ichida biz shu Robbimizning buyrug'iga ergashib olsak. Mana bu bundaq qilish, bandalarni bundaq qilish ana shu mu'min ismli Robbimizga loyiq bo'lgani ham bu. Bandalarni ana shunday xotirjam qiladi. Robbimizning mu'min ismiga loyiq bo'lgani ham bu. Qadrli qarindoshlar. Alloh o'zining zotini, Alloh o'zini eng yaxshi biluvchi. Xo'sh, endi insonning biz darsimizning 5-da so'zlab o'tgan. Ba'zi insonlar o'zining imkoniyatini bilmay bir ishga kirib selib, bir ishni boshlab selib uning kendan pushaymon qilib, Alloh qilmasam bo'pti ekan, bilmay qolibman deb deydi. Lekin Robbimiz Alloh subhanahu va taolo buningdan tamoman munazzah. Robbimiz bütün Robbimizning ismlari, barliq sifatlari buningdan munazzah Alloh subhanahu va taolo. Alloh o'zini eng yaxshi biluvchi. Hergiz men bir bilmay maishni qilib qoptiman deydigan ish Allohga nisbatan bunday ishning bo'lishi mumkin emas qadrli qarindoshlar. Alloh o'ziga eng yaxshi ishonuvchi, o'zini eng yaxshi shaklda bilguvchi. Salaflarimizdan Halil ibn Ahmad shunday deydi. An-nasu arba'a. İnsanlar 4 xil bo'ldi deydi. 4 xil inson bor deydi. Birinchisi Raculun yadri ve yadri ennehu yadri fezâke alimun fekhuzu anhu dedi. Bir adam var ki bilidu ve özünün bildiğanlıqını hem bilidu. Bu adam alim. Onundan ilanlar dedi. Onundan ögününler. Onundan ögününler dedi. Onundan ögününler. Ve raculun yadri ve huve la yadri ennehu yadri fezâke nasin fezekkiruhu dedi. Ve bir adam bak ki özü bilidu, lekin özünün bildiğanlıqını bilmeydi. Özü bilidu ama özünün bildiğanlıqını bilmeydi. Bu unutup qalğan kişi, bu gafil qalğan kişi bunun əsildib qoyuna dedi. Bunun əsildib qoyun, hay, ben uyqanı aç, deb bunun əsildib qoyuna bunun dedi. Əsildib qoyuna. Üçüncü türlük insan var ki وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَاكَ طَالِبٌ فَعَلِّمُوهُ. Üçüncü türlü ki o bilmeydi. Lekin o özünün bilmeydiğanlıqını bildi. Ben bilmeyme manasında şuna qaraydı. Ben bilmeyme dedi. Bu o'quvchi. Bu cahil qalğan kişi فَعَلِّمُوهُ. Bunu öğütüp qo'yinglar dedi. Bunu öğütіңlar, bunu bildiringlar dedi. Dördüncü türlük insan bak ki وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَاكَ أَحْمَقٌ فَرْفُدُوهُ dedi. Yani bir bazı yerlerde فَذَاكَ شَيْطَانٌ فَحْذَرُوهُ deyip gelecek. Yani bir türlük adam bak ki o bilmeydi.
Lekin o o'zining bilmaydiganligini ham bilmaydi. Bu ahmoqdir. Uni rad qilinglar, uningdan yiroq turinglar. Yani ba'zi kitoblarda hatto fahada shaytonun fahdaruhu, u shaytondir, uningdan hazar aylanglar deb kelgan. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz biladigan va o'zining biladiganligini ham biladigan mu'min bo'lishimiz kerak. Ishonch, tulib tashqan ishonch, iymon bo'lish kerak, mu'min bo'lishimiz kerak. Haqiqiy ishongan, haqiqiy iymon etgan mu'min bo'lishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala mu'min, Allahu mu'min ishonguvchi o'ziga. Xotirjamlik ato qilguvchi bandalarga necha xil ma'nosi bor dedik qildi. Ikkinchi ma'nosi nima degan vaqtimizda biz abay dedik, tasdiqlash dedik. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bizga va'da qilgan har qanday Allohning va'dasidan Qur'oni Karimda mu'minlarga qilgan va'dasidan birasi va'dasi kelgan-yu, uning keyin u va'dasi amalga oshmay qolgan ish yo'q. Yani Qur'oni Karimda Allah subhanahu wa ta'ala bizga va'da qilgan har qanday narsa, nimani va'da qilgan bo'lsin, mushu koinotning zavol bo'lib, yo'q bo'lib ketishi Allah subhanahu wa ta'alaga nisbatan Allah va'da qilgan Allohning va'dasiga xilof bir ishning bu koinotda yuz berib qolishidan Allohga osonroq, yenikroq tuyuldi bu koinotning yo'q bo'lib ketishi. Hiçbir zaman bu kainatta bir ish Allah'ның va'dasiga xilof zid holatda yuz berib qolmaydi. Qadrli qarindoshlar, buni bilib olishimiz kerak. Allah bizni nusrat berdiganlikka, mu'minlarga nusrat berdiganlikka va'da qildi. Shaksiz bu nusrat shaksiz mu'minlarga berildi, qadrli qarindoshlar. Allah bizni mudofiya qildiganligini, qo'g'daydiganligini, aziz qildiganligini va'da qildi. Shaksiz shunday qildi Alloh subhanahu va taolo. Bizni qo'g'daydiganligini, rizq beradiganligini, xotirjam qildiganligini, xotirjamlikka erishtirdiganligini, bizni ziminda izbosar xalifa qildiganligini va'da qildi. Bu muhaqqaq bo'ldi. O'zining dinini ziminda huquq ustiga chiqarish, o'zining dinini ziminda oliy qilishni va'da qildi. Mu'minlarni ziminda izbosar xalifasi qilishni va'da qildi. Bu cho'qim bo'ldi buning va'dasi. Allohning va'dasi cho'qim ishga oshadi. Allah biz bilan davomli biz bilan birga bo'lishni va'da qildi. Ya subhanalloh. Bularni anglagan vaqtimizda acaba deyishimiz mumkin, qalbimizga shunday kelishi mumkin. Qani shu Allohning va'dasi. Musulmonlarning ahvoliga qarab boqmamsiz? Biz shunda ojiz, har tarafda xorlanayotgan holatda ko'ryapmiz o'zimizni. Qani shu Allohning va'dasi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Qachon keldi bu Allohning va'dasi deb so'rab qolishingiz, qalbingizga tabiiy holatda bu savol kelishi mumkin. Qachon, qani u Allohning va'dasida? Shuni shaksiz mingimizning ichida uyutishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolaning bu va'dalari biz Allah talab qilgan mu'minlardan bo'ladigan vaqtimizda andin bo'ladi. Allah bizdan nimani talab qilgan bo'lsa, shu shaklda bo'ladigan vaqtda. Chunki Allah har qanday bandalarimga demadi. Har qanday insonlarga men unda qilman, insonlarga men bunda qilman demadi. Dediki, mu'minga qilman dedi. Davomli Allohning va'dalari mu'minin, Allah talab qilgan mu'min bo'laylikki, shu hamon Allohning shu va'dasini ishga oshirganligini ko'ramiz, qadrli qarindoshlar. Shunga hadisi qudusida ya abdi kunli kama urid akun laka kama turid dedi Allah. Ey bandam, sen men uchun men nimani iroda qilsam, men qanday iroda qilgan bo'lsam, sen men uchun shunday bo'lib bergin, men sen uchun nimani iroda qilsam, men shunday bo'lib berman dedi. Bilib boqaylik. Biz oldi bilan Robbimizga loyiq, Robbimizning roziligiga loyiq, Robbimiz bizdan rozi bo'lgan haqiqat mu'minlik holatimizga kelaydi, andin Allohning nusratini, andin Allohning yordamini ko'raylik. Muhaqqaq bo'ladi. Xo'sh qarindoshlar, bu yerda yangi bir savol chiqadi. Mu'min har qitimliq biz Asmaulloh darsimizda mulohaza qilgan bo'lishimiz mumkin. Har qitimliq darsimizda biz har bir ismdan shu savolni so'rayapmiz. Mu'min shu ismdan, mu'min Allohning axloqidan, ya'ni har bir ism Alloh subhanahu va taoloning sifati, Allohning banasida so'zlab beriladi har bir ism. Bu ismga nisbatan mu'minning aloqasi nima? Mu'min Alloh subhanahu va taoloning axloqidan qanday o'rganishi kerak? Qanday o'zlashtirishi kerak shu axloqni o'ziga degan bir savol chiqadi.
Nima qilishi kerak mu'min? Hadisda keldi ana. Ha? Hadisda takhallaqu bi axlaqillah. Allohning axloqini o'zingizlarga o'zlashtiringlar dedi payg'ambar alayhissalom. Allohning axloqini o'zingizlarga o'zlashtiringlar. Shu axloqni o'zingizlarda yaratinglar, o'zingizlarda paydo qilinglar. Xo'sh, unda bo'lsa mu'min ismiga nisbatan biz qandoq o'zlashtiramiz o'zimizni? Biz ulamolar shunday deganki, har bir musulmon, har bir mu'min bo'lish sifati bilan birinchi qiladigan ishi, avval birinchi qiladigan ish chuqum u butun barliq ish harakatlari uning so'zini tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. Ana shunday bo'lishimiz kerak. Her bir mu'minning barliq ish harakatlari so'zlayotgan so'zini tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. Birinchi qiladigan ishi mu'minniki. O'ylab boqaylik. Ana shu vaqtda biz mu'min ismini o'zimizda o'zlashtirgan bo'lamiz. O'zimizda namoyon bo'lgan bo'ldi bu narsaning, bu ismning ta'siri. Allohning bu sifati o'zimizda namoyon bo'lgan bo'ldi. O'zimizga o'zlashtirgan bo'lamiz. Hargiz va hargiz ikki bisliq. İki xil olmaydı. Mu'min hiçbir zaman iki xil olmaydı. Onun içi bir xil, teşi bir xil olmaydı. İtiqat qılıvatqan narsa bir narsa, sözləvatqan narsa başqa bir narsa olmaydı. Ha? Davamlıq bir xil oldu. Allah subhanahu wa ta'ala nima dedi? Qur'oni Kerimda وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Allah buyruq qilib deyapti. Sizler günah, cinayetinin aşkarısını ve yuşurunu taşlanlar dedi Allah subhanahu ta'ala. Buyurun, taşlanlar. Şeksiz ki günah işleydiğin, günah kılıdığın kişiler, onlar özleri kılgan bu emellerini pat aradı bunun cezasını tatut dedi Allah subhanahu ta'ala. Şu müminler bir de zahirimiz, taşkı görünüşümüz, namaz, roza, hac, güzel söz falan pistan bu takvalıkның hemmesi süpetlerin hemmesi buluşu mümkün. Ha? Zahirimiz nait müstakim buluşu mümkün taşkı görünüşümüz. Ama işçimiz, bazı vakitte işçimiz hasetke, gayvetke, tekebburluk, çoğunçılık, suxançılık, gaptuşuş, yalğançılık, üçmenlik, üç adavet bu nesler bilen tolgan bolsa bunun hemmesi içki cinayetler, batin, yuşurun cinayetler bu insanın kalbideki. Allah dedi ki: "Vazaru zahirel ismi ve batinehu." Cinayetning teşinlem, taşqi görünüşüdeki, taşqi qildigan xatoligini tashlab mustaqim ko'rinish bilan ishchining qanday bo'lsa bo'lsin demedi. Teshidikini va ichidikini tamamen tashlanglar dedi Allah subhanahu taala. Hergiz ikki xil olmas, ikki xil bo'lishini talab qilmadi bizdan. İki xil bo'lishni rad qildi. İchki teshimiz o'xshash bo'lishini talab qildi Allah subhanahu taala biz. Biz haqiqiy muvahhid bo'lishimiz kerak qadrlar. Muvahhid ichki teshimiz o'xshash bir Allohni xuddi Allohni yakka yegan deb e'tiqod qilgandek o'zimizning ichki teshi o'xshash bo'lishi kerak qadrlar qardoshlar. Hergiz bizning teshi bir xil, ichimiz bir xil bo'lmasligi kerak, ha? Hergiz bunda bo'lib qolmasligimiz kerak. Mu'minning hech bir zaman e'lon qilgan pozitsiyasi boshqacha, ichida yurishini boshqacha olmaydi. Davamlıq, barlıq iş hareketlerimiz, sadir kılıvatkan her bir yürüş-turuşlarımız, kılıvatkan sözümüzge mas kelgan, kılıvatkan sözümüzde tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. Sözlerimizni tasdiqlashi kerak. Shuning uchun biz agarda Allohning axloqini o'zimizga o'zlashtirmoqchi bo'lsak, Allohning axloqini o'zimizga singdirmoqchi bo'lsak, eng yuqori daraja Allah yaxshi ko'radigan darajaga erishmoqchi bo'lsak, nima qilishimiz kerak ekan? Yuqori deganimizdek so'zlar bütün hareketlerimiz sözümüzde tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. İkisi o'xshash chiqishi kerak, o'xshash bir-birini tasdiqlashi kerak. Ikkinchi bir narsa Allah yaxshi ko'radigan mu'min bo'lish uchun, Allah talab qilgan mu'min bo'lish uchun ikkinchi bir narsa nima bo'lsa, insonlar biz tarafdan xotirjam bo'lishi kerak. Kishilar bizdan amin, xotirjam bo'lishi kerak. Xuddi Rasulimiz amin, xotirjam, ishonchlik, amin shu payg'ambarning ummati biz. Ana shu mu'min Allah subhanahu wa ta'alaning bandasi bo'lgan ekanmiz, biz tarafimizdan boshqalar bizdan xotirjam bo'lishi kerak. Abi Shurayh radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu hadisni bizga naql qilib shunday deydi. Deganki Rasulullohning shunday deganligini deb berdi bizga. Qal
Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. 3 qatim dedi payg'ambar alayhisalom. Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi. Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi. Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi dedi. 3 qatim dedi. Rasululloh deyildiki, "Va man ya Rasululloh, kim shunda iymon etgan bo'lmaydi?" deb shuna deyilgandan keyin dediki payg'ambar alayhisalom, "Allazi la ya'manu jaruhu bawayiqahu." Kim deb shuna deyilganda Rasulullohga qo'shnisi uning azarlaridan, uning kulpatlaridan qo'shnisi xotirjam bo'lanmaydigan, qo'shnisi amin bo'lanmaydigan kishi hargiz va hargiz haqiqiy mu'min bo'lanmaydi dedi payg'ambar alayhisalom. O'ylab boqaylik. Buxoriyda kelgan hadis. Jamiyatda shunday kishilar borki, bir eg'iz gapni ortiq qilib solsangiz oldida, bir xatolikni o'tkazib qolib qolsangiz, ko'miganda shu degan gapni deganingizga to'yg'izib turgan shunday eski insonlar bor. O'zini musulmon deydigan insonlar da, kishilarni shunday qo'rqitayotgan, zulm selayotgan, bir xatolashib qolgan bo'lsa, kech uxlayolmay qoldi, ash gapining oqibatini qanday qilar, men qanday ziyon sevita deb shu inson tarafidan qo'rqib kishilar qanday ziyon sevita, men nima ish qilib o'ta bu deb shuni necha kungacha uyqusi kelmay qolib qolgan, shunday darajadagi insonlar bor. Shunday nijis tabiatli insonlar bor, insonlarni ana shunday qildi. Mu'min bo'lsa-chu hargiz buningdan davomli holatda yiroq. Mu'min xotirjamlik, tinchlik manbasi mu'min ham. Ana shu mu'min Alloh subhanahu va taoloning bandasi bo'lgan mu'min ham u tarafdan davomli insonlarga xotirjamlik, tinchlik, go'zallikdan boshqa narsa kelmaydi. Uning tarafidan bir ziyon kelmaydi, aziyat kelmaydi, hiligarlik, aldamchilik, suxanchilik, o'chmanlik bu narsa mu'min tarafidan kelmaydi, hargiz va hargiz. U tinchlik, xotirjamlik masdar, xotirjamlik manbasi mu'min ham. Uning oldida bir undaq mu'minning oldida bir inson xatolashib qolib qolsa-mu, uning oldida bir loyiq bo'lmaydigan so'zni so'zlab qolib qolsa-mu, hech bir zaman ansirmaydi. Uning qattiq azor berib, men mandaq qilib andaq qilib deb ansirab ketmaydi. Xotirjam uxlay oladi. Uning oldida ezib qolgan bir inson ham. Shu hadisi qudusida shunday deydi. Hadisi qudusida Alloh subhanahu deydi-ki, "Yu'zini ibnu Adam, kayfa yu'zihi?" Adam balasi menga aziyat berdi. Menga azor qildi deb shunday deydi. Ya subhanallah. Alloh qanday azor beramiz endi? Alloh qanday azor bergildi? Allah deydi-ki, "Yu'zini iz yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr, uqallibuhu kayfa asha." Adam balasi menga azor berdi dedi. Menga aziyat berdi, menga azor berdi. U qanday qildi desa, zamonni tanlaydi dedi. Zamonni tanlash bilan menga azor berdi. Men bo'lsam zamonman deydi. Men bo'lsam zamonman. Men bu zamonni xohlagan shaklda o'zgartirib turman dedi. Uqallibuhu kayfa asha. Xohlagan shaklda o'zgartirib turman dedi. Xohlagan shaklda. O'ylab boqaylar, Rabbimiz bu yerda deydi-ki, ibn Adam balasi menga shunda azor berib turdi. Ashundaq azor berib tursa, bandalar qarab boqaylar insonlarga. Kech kunduz Alloh subhanahu va taologa osiylik qilayotgan, uchuq oshkora osiylik qilayotgan. Yana shundaq turib Rabbimiz ularning gunohini yepiyotgan. Bandalarni aşı bandalar unutib ketdi, shundaq jinoyatni qilib turib unutib ketamiz uni. Xatoliklarimizni unutib ketamiz. Alloh hargiz unutmaydi, Alloh subhanahu va taolo. Hargiz va hargiz unutmaydi. Bilib turib ashni. Ashundaq turib Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni yepiyotgan, ayiblarimizni yepiyotgan. O'ylab boqaylar, shunchalik Rabbimizning bizga qilayotgan muomalasi qarab. Muomalasi qarab boqaylar. Bizni qo'g'dayotgan, bizga rizq berayotgan, bizni butunlay vayron qilmagan yana. Shundoq rizq berib turgan, bizni qo'g'dayotgan, o'ylab qo'ying. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bandalariga qilayotgan ishi. Demak, ana shundoq Parvardigorning bandasi bo'lgan ey mu'min, siz ham Robbingizning axloqini o'rganishingiz kerak degan gap bu. Siz ham ana shundoq mehribon Robbingizning axloqini o'zingizda o'zlashtirib, boshqalarni kechirib o'taydigan, boshqalardan ayib izlamaydigan, boshqalar sizga azor bergan taqdirda ham yapalaydigan bo'lishingiz kerak. Robbingizga loyiq, Robbingiz rozi bo'ladigan mu'min bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz ham shu Robbingizning axloqi, shu Robbingizning sifatlaridan
Ögünüşünüz, özünüzü özleştirişiniz kerak degan bir natija chiqib beradi, qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Şu birinci sifat bizde chuqum barliq so'zimiz, barliq hareketlerimiz ikkisi bir-birini tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. Xaliqaga vaqtimizda bir xil, olam millatning oldiga chiqqanda bir xil bo'lmasligimiz kerak. Millatning oldida qanday bo'lgan bo'lsak, xali yolg'iz qolganda ham shunday bo'ladigan. İçişimiz opma o'xshash bo'lishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Mu'minning har tarafi biraz dedik, hamma tarafi yaxshiliklar keldi mu'mindan. O mu'minga sherik bo'lg'uchimi shunday rohat. Hargiz ansirab qolmaydi. Meni qo'yib o'tamiki? Men ko'mgan vaqtda hisobni o'ynab o'tamiki? O'ziga ayrim hisob ochib, o'ziga ayrim bir narsa yig'amiki deb ansiraydigan yo'q, mu'minga sherik bo'lgan kishi. O undaq sifat yo'q mu'minda, ha? Xiyonat qilib qo'yamik deb ansiraydigan ish yo'q. Mu'minning qishiq bir narsamizni o'ngishimiz deb qolgan bo'lsak, onunki yaxshi narsasini almashtirib, eski narsasini sevib qo'yamik deb ansiraydigan ish yo'q. Yolg'on aytamik deb ansiraydigan ish yo'q. Hamma ishonchlik mu'min tarafidan davomli holatda xotirjamlik, yaxshilikdan boshqa narsa kelmaydi mu'minda. Mu'min bu, mu'minning sifati bu, ajoyib bir shaxsiyat bu mu'min. Qadrli qarindoshlar. Mu'min ham o'ziga qo'yilgan omonatga ega chiqadigan, o'ziga qo'yilgan omonatga xiyonat qilmaydigan bir shaxsiyat. Ana shunday go'zal bir shaxsiyat, qadrli qarindoshlar. U o'zining kasbida bo'lsin, hunarida bo'lsin, so'zida bo'lsin, amalida bo'lsin, xizmatida bo'lsin, har bir to'y qilishida bo'lsin, shirikchilik ishlarida bo'lsin, davomli holatda eng saf, eng pok yuradi mu'min. Hiçbir zaman özünü dağlaydigan iş qilmaydi. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hureyre radıyallahu anhu Resulullah'tan tövendeki hadisini bizge söyleyip veriyordu. Peygamberimiz deydi ki: "El-muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi vel mu'minu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim." dedi. Müslüman diyen kim o? Biz Esselam ismini söyleyen biraz. Müslüman şundak kişi ki, Müslümanlar onun tilidan ve kuludan salamet kalan kişi Müslüman dedi. Onun kuludan, onun tilidan ve kuludan salamet kalan, azar kömegen, eziyet kömegen kişi Müslüman dedi. Mümin kim o? Vel mu'minu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim. Mümin degan insanlar özünün kanları, malı, özünün canları, malları yani, özünün qini degan gap, yani jeni degan gapda hamda. Özünün kanları ve canlarına tamamen işini xotirjam amonat qo'ya oladigan. Hargiz menga mening jenimga suiqasd qilamiki bu? Mening melimga hujum qilamiki, elib olamiki deb hiçbir zaman kishilar uningdan ansirmaydi mu'mindan. Mu'min tarafidan xotirjamlikdan boshqa narsa kelmaydi kishilarga. Mana bunday kishi mu'min dedi Peygamber aleyhisselam. O mu'minga hiçbir zaman xiyonatni bilmaydi. Birasining melni qo'yib olay demaydi. Balki alg'uchininki hiçbir qulda bir isbot ya hujjat bo'lmasligi mumkin, ammo mu'min hargiz menda oldig'ining yo'q deb tenib olmaydi mu'min. Mu'minning Alloh bilan bo'lgan hisobati ajoyib inchga. Hiçbir ağuchining hiçbir narsa bo'lmasa o'zining hisobini qilib turdi mu'min. Hiçbir zaman tenib oldigan, menga hujjatini kel deydigan ish yo'q, mu'min hargiz unda demaydi. Biz ana shu Rabbimiz Huvallahu'l-lezî la ilahe illa huvel melikul kuddusus selamul mu'min el-mu'min diye ana shu Rabbimizga iman etgan bandalarimiz. Ana şunun layık mu'minlerden bo'lishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi Allah subhanahu va taala bandalarga barliq Allah o'zining ish harakatlarida bütün xotirjamlik, tinchlikning manbasidir Allah subhanahu. Bütün kainat yaratgan barliq ish harakatlar, mahluqotlarda ham bizga tinchlikni ato qilishlik, tinchlik, xotirjamlik ato qilishlik. Allah onun bilan birga qolmay bizga oxiratda tayyorlab qo'ygan, oxiratda bizga tayyorlagan narsalarda ham nima desa, bandalarga xotirjamlik ato qiluvchi Allah subhanahu taala. Allah deydi ki: "La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin." Ya Rabbi, Allahumma ja'alna minhum. Bizni ana shunday jannat ahlidan qilgan ya Rabbi.
Neydi-ki? Ularni, ya'ni bu jannatga kirgan mu'minlarga, jannatda ularga hech bir charchash yo'q edi. La yamassuhum fiha nasab. Hech bir charchash, herib charchab ketish yo'q edi. Hech bir bundan narsa yo'q dedi. Bo'lmaydi bu narsa dedi ularga dedi. Ve ular onu cennetten çıkarıp etilmeydi dedi. Vaqtdan do'shtam chiqib keting dedi. Mengü ebedil ebed qaldığan ya o. Çıkarıp etilmeydi u yerda dedi. Ey Rabbimiz bizni ana shu cennet ahlidan qilgin ya Rabbi. Demek mu'min bizga Rabbimiz tarafidan mavu cehennem deyilgan hamon biz derhal şu cehennemden qo'rqishning yo'lini topamiz. Cehennemden Allah bu kainattaki barliq Allah bizga ato qilgan bu ne'matlar haqida tafakkur qilish orqali Allohga itoat qilish orqali cehennemden qo'rqamiz. Cehennemden yiroqlashishga tirishamiz. Allohga yuzlanish, Allohning mahluqotlariga xizmat qilish, chiqim qilish Allah yo'lida. Allah yo'lida qurbonlik berish, namoz, ro'za, nurg'un ibodatlarimizni ado qilib Allohga itoat qilish bilan Allohga yaqinlashib shu cehennemden qochamiz. Allah cehennemni yaratgan şu cehennemden qanday qutulishning vositalarini ham bizga son-sanoqsiz beriklik, qanday qutulishning yo'llarini, vositalarini beriklik dunyoda. O'ylab boqaylik. Biz abay azroq so'zlab o'tdik qadrli qarindoshlar, biz har bir mu'min ma'mun, amonat qo'yilgan amonatiga hech xiyonat qilmaydi dedi. Payg'ambarlar ham Allah subhanahu va taolaning ularga nozil qilgan vahiy, risolat, payg'ambarlik vazifasini topshirib elib, shuni xiyonat qilmay o'z peticha Robbidan qanday olgan bo'lsa, insonlarga shunday yetkazishga mukallaf qilingan. Hech xiyonat qilmaydi. Mu'minlar ham o'ziga omonat qo'yilgan narsaga mu'min bo'lish sifatimiz bilan hech bir xiyonat qilmasdan ado qilishga mukallaf biz qadrli qarindoshlar. Mu'min ana shunday bo'ladi. Bizdeki her bir narsa Allah bizga ato qilgan har qanday amonat deyilgan vaqtda paloni bizga palon pul qo'yib, "Men saqlab qo'ygan" degan bo'lsa, bu da amonat emas. Ya mana sen qarab qo'ygan bo'lsa, shuni qarab qo'ysaqlam shu amonatga ado qilgan bo'lmaymiz. Allah subhanahu va taala amonat deyilgan vaqtda har bir narsamiz bizga berilayotgan vaqtimizdan tortib amonat. Qizimiz amonat, ayolimiz amonat, o'g'illarimiz amonat, sog'lomligimiz amonat, ko'zimiz amonat. Bizga berilgan hamma narsa vaqtliq berilgan amonat. Men qanday ishlatsa, amonatni haqqiga aytgan topshiramiz uni. To'g'ri yo'lda sog'lom topshira oldikmi? Qanday qildik? O'ylab boqaylik. Hamma narsa. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, har bir mu'mindan, har bir qarindishimizdan shuni orzu qilamanki, bu yerda. Darsning bu yeri kelgan vaqtimizda men shuni orzu qilamanki, insonlarni qadrli qarindoshlar, atrofinglardagi kishilarni urug' tuqqan do'st birodar, bu qarindoshlaringlarni kuchinglarning yetishicha Allah subhanahu va taolaning diniga, Allah subhanahu va taolaga chaqirishinglarni umid qilaman qadrli qarindoshlar. Chunki bu chaqirish ularni Allah yo'liga da'vat qilish, ularni shu qiyomat kuni Allohning azobidan qutulib qolishiga sabab bo'ladi. Çünkü onundan başka bir yol bilen insanların bizden Allah'ın azabından qutulib qilishimiz mümkün emas qadrli qarindoshlar. Shuning uchun har bir qarindoshimdan, har bir qarindishimizdan kuchining yetishicha eng ulug', eng sharafli vazif bo'lgan payg'ambarlarning kasbi bo'lgan eng ulug' xizmat bo'lgan kishilarni Allohning yo'liga da'vat qilishdan iborat. Bu yo'lga safarbarlik qilib har birimiz özümüz bilmesek mi nurgun kitap materyallarını görüp şunu taqtib, şunu söylelaş arkalık bolsunmu kişilerini Allah yoluga davet kılışına hergiz sel qarmaydı. Bir insanın Allah yoluga minişiga sebepkar bolup kalışımız dünyadaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu degenidek la en yahdiyallahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humurin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala sen bilen bir insanını hidayet qilib qilishi, şunun sebep bo'lib qilishing sen uchun qizil to'g'idinmi yaxshi sen uchun deydi. Arablarda qizil to'g eng dunyodagi eng shularga nisbatan eng esil narsa hamdi. Ana shu dunyodagi bugun kunimizdagi bizga nisbatan eng esil narsamizmi yaxshi hamdi. O'ylab boqaylik. Ajoyib cho'ng bir xizmat. Payg'ambarlarning kasbi bo'lgan eng sharafli xizmat Allah yo'liga kishilarni chaqirish. Bunun da hergiz
sal qaramasligimiz, buning qimmatini hargiz tovancha olmasligimiz kerak qadrlagan. Mushadni har bir qarindishimdan shuni o'tinaman qadrli qarindoshlar. Chunki bir insonni Alloh yo'liga mang'izib qo'yish, Alloh yo'liga meng'ishiga sababchi bo'lib qilish, bu cheksiz, sifatligisiz bir baxt har birimiz uchun qadrli qarindoshlar. Dunyoda biz ba'zi bir muhtoj bo'lib qolgan qarindoshlarimizga yordam qilib, "Voy bo'ldi, ansirmagin. Ya birasidan qo'rqqan bo'lish mumkin, birasidan azor yegan bo'lish mumkin. Bo'ldi sen xotirjam bo'lgin, men uning adini o'zdan berma, men uningga o'zim tetiyman" deyishimiz mumkin. Yoki bir kambag'allik uchrab qolib, qiyinchilik uchrab qolib, ya operatsiya qiladigan pul yo'q, hech bir pul yo'q. "Voy qarindoshim, sen xotirjam bo'lgin. Men pulang mening ustimga, men to'layman, sen xotirjam bo'l" deb dunyoviy ba'zi bir qiyinchiliklar, ba'zi bir musibatlardan beshini ko'tarib o'tishimiz mumkin qo'limizdan kelishicha. Bu ham güzel bir amel, güzel iş, maqtilishga tegishli ish. Ama bu dunyodagi ish bu. Dunyodagi qutqizish, dunyoda bir yordam qila olgan bo'lamiz. Agarda shu inson, biz shu qutqizgan, biz shu yordam qilgan shu inson agar mustaqim bo'lmasa, to'g'ri yo'lda mangadigan bir inson bo'lmasa, o'ylab boqaylik. Onun keynidan bu insan şu batılının üstüne, şu Allah'ın dininden yirak holatda o'ylab ketib qolib qolsa va oqibati jahannam bo'lsa, nima degan echinishlik qadrli qarindosh o'ylab boqaylik. Nima degan echinishlik buning oqibati? Ashunda bo'lib qolsa, nima degan echinishlik? Shuning uchun bizning dunyoda boshqalarga qila oladigan, dunyoda qilishimiz mumkin bo'lgan eng katta amal bir insonlarning boshqalarning jahannam azobidan, o't azobidan qutulib qolishiga sababchi qilishimiz, qutulib qolishiga vosita qilishimiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolani ularga tunishtirishimiz, bildirishimiz eng katta amal. Chunki ular Allohni bilmay turib, Allohni tunimay turib bu jahannamning azobidan qutulishi mumkin emas. Biz buningga vosita bo'laylik. Biz buningga tirishaylik qadrli qarindoshlar. Alloh qanchalik tirishsak, shunchalik bergisi Alloh subhanahu va taolo. Ularni Alloh yo'liga da'vat qilaylik. O'zimizning eng yaqinlardan boshlab, oilamizdan boshlab Alloh yo'liga da'vat qilaylik. Shundoq kengaylik atrofimizga. Bizni har bir mu'minni islom men shu dinning ichida men ashhadu an la ilaha illalloh degan kundan boshlab har bir mu'min bu dinning xizmatchisi ekanligimizni unutib qolmaydi. Biz iymon etgan kundan boshlab biz nima degan gap bu iymon etish degan gap? Ya Rabbi, men sening askaringman. Men bugundan boshlab, mushu sekundan boshlab sening diningga xizmat qiladigan bir xizmatkorman. Men bir askar, xuddi askar davlatni mudofaa qilish uchun qarovullik qurolni elib chiqib xizmat qilish uchun ishga tushgandek, har bir mu'min Allohga iymon etgan soat sekundan boshlab bu dinning xizmatchisi, men bu dinning bir askari, mushu din uchun xizmat qilaman, mushu dinni yuksaltish, mushu dinni kuchaytirish, mushu dinni ulug' qilish uchun xizmat qilish mening majburiyatim degan bo'lamiz qadrli qarindoshlar. Qo'limizdan kelishicha har soha, har birimiz o'zimizning sohasida Allohning diniga xizmat qilishimiz kerak. Bu bizning eng muqaddas dunyoda qilishimiz mumkin bo'lgan eng ulug' ish qadrli qarindoshlar. Qadrli qarindoshlar, dunyoning azobi, dunyoning mushkulotlari, dunyoning qiyinchiliklari haqiqatan tortish qiyin insonga. Ammo lekin agarda shu dunyoning qiyinchiliklari, shu dunyoning musibatlari agarda kengirligi osmon zaminlarcha bo'lgan jannatga elib berishga sabab bo'ladigan bo'lsa, agar jannatga elib boradigan bir qiyinchilik bo'lsa, dunyodagi tortayotgan qiyinchiligimiz arziydi qadrli qarindoshlar shuni tortishga. Shuni tortishimizga arziydi. Chunki oldimizda shunchalik katta bir ne'mat, mangulik bir hayot va qadrli qarindoshlar. Dunyo bu 4 kunlik hayot-ku bu. Shuning uchun payg'ambarlarning kasbi bo'lgan, payg'ambarlarning amali bo'lgan bu kishilarni, insonlarni Allohning azobidan, jahannamdan nijotlikka erishishiga sabab bo'lishga tirishadigan bu amalga hargiz sal qaramaylik qadrli qarindoshlar. Alloh o'zini mu'min deb atadi va o'ziga itoat qilgan, itoatkor bandalarni ham mu'minlar deb atadi. Ya Rabbi, sen nima degan ulug'san ya Rabbi? Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
Bu yerdeki şahit ya eyyuhellezine amenu. İman keltirgen, iman etkan kişiler dedi. Müminler dedi Allah Subhanahu ve Teala'ya. Öyle bakayla. Biz ne şunda at dedi. Dersimizden başında söyledik. Hiçbir padişah özünün kol astideki bire halkı ya kol astideki bire işçisininki özü bilen okşaş mertebede okşaş isim bilen atılışa razı olmaydı. Lekin Melikul Muluk barlık padişahlarının ama padişahı boğan Allah Subhanahu ve Teala. Özünü mümin dep atıgan Allah Subhanahu ve Teala özümüzni mümin dep atışımızga ruhsat berdi. Hem bizni şunda atıdı. Allah mümin, Allah özüge işengüçi. Bu birincisi. İkincisi ta'ti ef'aluhu Allah'ın barlık işlerinin hammasi bütün sözlerini tasdiqlagan holatda keladi. Kur'an-ı Kerimni okusak hiçbir zaman ensirab kalmaymiz. Küllerinin biride şapıda bunun karşı bir fikri çıkıp muş okuganlarimni bir zid qilib meni mat qilib qo'yami deb o'ylab qolmaymiz. Bundan ensirmaymiz. Hayotda bundaq ish Qur'oni Karimga xilaf keladigan bir ish bo'lib, o'zimizning o'qigan, o'zimizning da'vo qilgan narsamizdan oldida rasvo bo'lib, rezil bo'lib o'tirgan bir ish hayotda mumkin emas yuz bermaydi qiyomat qoyim. Bilib qo'ying. Hargiz har bir o'qganimizni tasdiqlab keldi har qanday ishlar. Allah Subhanahu ve Teala degan so'zga e'tiqod qilsak, bütün hiçbir zaman bir ilmi haqiqat o'ttirga chiqib, kelgusida ham dunyo qancha taraqqiy qilib ketsin, qiyomat qoyim bo'lguncha bir oyatda so'zlangan bir narsaninki botil ekanligini, xato ekanligini isbotlab chiqadigan bir ilmiy haqiqat maydonga chiqib qolmaydi. Mumkin emas chiqishi. Nauzubillah. Mumkin emas qadrli qarindoshlar. Mustahil, mumkin emas. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz ham Rabbimizniki bu ikinci ma'nosini biz Rabbimizning barliq af'al, barliq ishlarining hammasi Rabbimizning so'zlarini tasdiqlagan, kalomini tasdiqlagan holatda keldi. Üçüncü bir ma'no bizga xotirjamlik ato qildi. Allah Subhanahu taala xotirjamlik ato qildi. O'zimizni xotirjamlik nima ato qildi? Butkul sezgi a'zolarimizda, barliq badanimizdagi a'zolarda, ichki-teshimiz, yemek içmekimiz, hava, bütün maddelardaki hususiyetlerinin sabit bo'lishi, hamma narsada xotirjamlik ato qildi Allah Subhanahu taala. Endi biz bundaq Rabbimizga loyiq bo'lish uchun biz yuqorida degandek, bizning ham barliq amallarimiz, barliq so'zlarimiz, qilayotgan ish harakatlarimizning hammasi qilayotgan so'zlarimizni tasdiqlagan holatda chiqishi kerak. Bu şekilde bo'lishi kerakki biz Rabbimiz rozi bo'lgan mu'minlardan bo'laylik. Bu bir. İkincisi insonlar biz tarafdan xotirjam bo'lishi kerak dedi. O'ylab boqaylik, bugun yuzlagan, hatto minglagan qissalarni olmaymiz. Palani qo'yib o'tibdi. O'zimiz ishinanmagidek darajada palani xiyonat qilibdi. Hatto palani ayol o'zining eriga xiyonat qilib, palani er o'zining ayoliga xiyonat qilibdi. Maşirikler anda okumalı. Yani insanın şekil peşanesinden ter çıkarak derece şundak rezilliklerini anlayımız. Hatta körümüz buluvatkan işlerini. Bu herkes müminin ahlakı mesela. Mümin bu ahlaktan, buladın, bu rezilliklerden tamamen yırak bir şahsiyet mümin. O taraftan herkes yaxşılıktan başka nasıl kemmeydi o kadarlıklarına mümin taraftan. Xo'sh, endi oxirida yana bir narsa. Endi Allah Subhanahu va taolaning al-Mu'min, xotirjamlik ato qiluvchi, tinchlik ato qiluvchi degan bu ismi bilan Allohning qalblariga qo'rqinch sog'uvchi degan sifatini, qo'rqinch soldi Allah Subhanahu qalblariga degan so'zning o'ttirisini qanday tushunamiz degan bir savol chiqib berdi. Allah ba'zida qalblarga qo'rqinch, biz Allohni mu'min dedik, xotirjamlik ato qiluvchi, tinchlik ato qiluvchi deb. Xo'sh, bu ikkisini o'rtasini qanday bog'laymiz, qanday tushunamiz buni degan bir savol chiqib berdi. Bu savol nihoyat go'zal, nihoyat inchki bir savol qadrli qarindoshlar. Ham bu savol javob bersa inson shunda bir xil xotirjam bo'lib, tinchlikka erishgandan, xotirjam bo'lgandan o'zining shu dunyosiga, dunyodagi shu xotirjamligiga ishinib ketadigan Allah Subhanahu va taolani unutib qoldigan bir xususiyat var, insonda bir ojizlik var. Agar shunda bir xotirjam bo'lib, hamma ishlar joyida bo'lib ketgan vaqtida, u dunyoga xotirjam bo'lib qoldi.
Dünya tarafı bu dünyasına işinip kaldı. Allah subhanahu ve ta'ala'nı unutup kaldı. Ve dünyaya mail olup gitti. Özünün mal dünyasıdan, özünün güç kuvvetinden, özünün hükümranlığından, özünün öylerinden, özünün falan pustan neslerden eceblenip kalıp, ah maşallah, ecep kitibati da bu işte dep, bunu his kılıp, xuddi bu dünyanın mengölük tügümeydiğen uzun bir dünyadaki de şunda his kılıp. Özünün en küçük bir orunda turup atqanlığını his kılıp kaldı. Hiçbir tevrenmez bir orunda turup atqanlığını. Şunda his kılıp kaldı. Mana bu dünya üçün bo'lgan bir xotirjamlikdir. Dünya tarafiga bo'lgan bir xotirjamlik. Xo'sh, buning iloji nima, buning davosi nima? Buni qanday davolaymiz deganda, Allah subhanahu va taala o'zining buyuk hikmati bilan shu bandasining qalbiga qo'rqinch soladi. Selish bilan davolaydi. Banda shunda qo'rqqandekinlar, qo'rqinch silingandekinlar darhol Allah subhanahu va taolaga yuzlangan. Rabbidan qo'rqib, Rabbi tarafga iltijo qilib, andikin Rabbining Allah tarafidan bo'lgan bu xotirjamlikka erishib, qalbi buning bilan rohat topadigan. Shuning uchun Rabbimiz bizni nimishqa qo'rqinch soladi. Ba'zi vaqtda nimishqa qo'rqishni his qilamiz, ha? Ba'zi vaqtda biror tashvishga nimishqa mubtalo qiladi. Buni mashni tetitib bo'lay, mashni bir qo'rqitib bo'lay deb emas, balki Allah subhanahu va taolo bizni xotirjamlikka erishtirish, haqiqiy xotirjamlikni o'zi tarafidan kelayotgan xotirjamlikni his qildirish uchun, buni bildirish uchun bizni qo'rqitib qo'ydi. Kambag'al qilib qo'ygan vaqtida nima uchun kambag'al qilib qo'ydi? Bizni boy qilish uchun kambag'al qilib qo'ydi. Nima uchun cheklab qo'ydi? Bizga berish uchun cheklab qo'ydi. Nima uchun bizga ziyon yetkazib qo'ydi? Bizga manfaat, foyda yetkazish uchun bizni aziz qilish uchun ba'zi xor qilib qo'ydi. Shuning uchun olimlar Asmaullohil azza va jall, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ismlarining ba'zisi ikki shaklda aytilish kerak. Ya'ni Allohni faqat Allohni tilganda Alloh aziz qilguvchi deb ham, keyindikisini tilganmasam bo'lmaydi. Yoki Alloh xor qilguvchi deb bunlam tilganib, Allohning aziz qilguvchi ismini tilganmasam bo'lmaydi. Cho'qim ikkidan aytishing kerak. Al-Mu'izzul Muzil, ha? Al-Xafidur Rafi' degandek, ha? Allah aziz qilguvchi, xor qilguvchi, ko'targuvchi, tushirguvchi, ha? Berib-etguvchi, tatib olguvchi degandek bu ikki shakl tilg'alishing kerak deb o'ylamalar shunday degan, ha? Cho'qim ikkidan tilg'alasa deb. Allah subhanahu sendan bir narsa elib olgan bo'lsa, masalan, misol keltirsak, bir narsa elib oldi deydi. Sog'lomligimizdan bir narsa elib oldi. Biroz sog'lomligimizni elib bizni kasal qilib qo'ydi. Shuning barobariga beka qilib qo'ydi Allah subhanahu va taolo. Barobariga Allah subhanahu o'zining rahmatidan beradi. Ha? O'z rahmatini shu kasalga beradi, o'ylab boqaylik. Shunga hadisi qudusiyda shunday deydi. Ha, hadisi qudusiyda. Bu hadisi qudusini Abi Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning shunday so'zlaganligini tilg'ilib, payg'ambar alayhisolam shunday deydi. Innalloha azza va jalla yaqulu yawmal qiyamah. Allah subhanahu va taolo qiyomat kuni shunday deydi. Ha? Yabna Adam, ey Adam o'g'li. Maridtu falam ta'udni. Men kasal bo'lib qoldim, meni yo'qlamading deydi. Subhanalloh, o'ylab boqay. Men kasal bo'lib qoldim, meni yo'qlamading deydi. Banda deydi-ki, ya Rabbi kayfa a'uduka va anta robbul alamin. Ya Rabbi, men seni qandoqmi yo'qlay? Sen olamlarning Robbi, olamlarning parvardigori tursan, men seni qandoqmi yo'qlay deb shunday deydi. Allah deydi-ki, ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Sahih Muslim'deki hadisi kudusi bu. Sen bilmedin mi ey bendem? Bendelerimden palanı bendem ağırıp kalganti. Şu bendem ağırıp kalganti, sen onu yoklamadın. Sen bilmedin mi eğer sen yoklagan bolsan, şu bendemni yoklagan bolsan, sen beni şunun yine de tapattın deydi. Ya Rabbi subhanallah. Subhanallah. Sen beni şunun yine de tapattın deydi. Yani Allah subhanahu ve taala bizning sog'lomligimizdan bir kasalni yo'qlab boqqan, kasal bo'lib boqqan har birimiz cho'ng kichik kasal bo'lib boqdik hayotimizda. Shuni o'ylab o'zimizni shu holatimizda aslab boqaylik. Kasal yo'qlagan holatimizni aslab boqaylik.
kesel, özümüzün sağlamlığından azıraq elib alğan bolsa sağlamlığımızdan şunun muqabilisi, şunun ornuga Allah özünün rahmetinden berdi aşı keselge. Qaraydigan bolsak keselni yo'qlab baqadımni o'ylab baqaylı. Şu keselni nayt tinch, şunda bir xil chiroylari, bir xil seriq sarg'ayib qolgan yuzlardan bir xil nur parlab turgan holatda gaplar şunda sipoyi, siliq sipoyi, muloyimlik, bir xil rahmat to'kilib turdi. Allah uning sog'lomligidan ozroq elib olgan bo'lsa, rahmatidan bir muncha beriklikka uning muqobilasiga o'ylab baqayli. Shu hodini o'ylab baqayli. Az saq vaqtda var oy deb vaqirab yurgan insonmi? Kesel bo'lib qolgan vaqtda qarab qolib, shunda tinch, gap qilsa shunda muloyimlik, bir xil kesel yo'qlagan odam bir xil uning endi bir xil tinchlik munoyiz qilgan gibi bo'ladi. Bir xil yuzda bir xil nurluq. Allah şu tatib olgan, elib olgan azroq kesel sog'lomligining barobariga ma'ni beriklik Allah subhanahu taala. Rahmatini beriklik. Şuna agar yo'qlagan bo'lsang, sen meni uning qishda meni topatding deydi. Ya Rabbi, sana hamdu sanalar bo'lsin ya Rabbi. Sening rahmeting nima degan katta ey Rabbim ulug' Parvardigorim. O'ylab baqayli. Rabbimizning ne kadar qudratini, ne kadar rahmetini o'ylab baqayli. Ko'rdikmi qadrli qarindoshlar? Demak Allah subhanahu va taala berish uchun oladi. Nimamizni ilib olgan bo'lsa bizga berish uchun oladi. Bizni mukofotlantirish uchun bizni mubtilo qilib sinoqlarga uchratadi. Mukofotlantirish uchun, bizga manfaat yetkazish uchun bizga ziyon yetkazib ba'zida. Bizni aziz qilish uchun bizni xor qilib qo'ydi ba'zida. Bizning martabamizni yuqori ko'tarish uchun ba'zi tövanga tushirib qo'ydi. Bizga berish uchun ba'zi cheklab qo'ydi. Bizni xotirjamlikka erishtirish uchun ba'zi qo'rqitib qo'ydi. Mana bu bizning Rabbimiz. Mana bu bizning ilohimiz, qadrli qarindoshlar. İnsan Rabbidan shundoq yiroqlagan siri, yiroqlashganda, Rabbining shariatidan yiroqlashganda Allah uning qalbini qo'rqinch bilan to'ldirib qo'ydi. Bu qo'rqinch uni Allohning ishiga kelib bordida, ishiga elib borgan, ishtirib elib borgan bir ishtirgich bir kuch bo'lgan gapda bu sabab bo'lgan gap endi. Shundan darhol Allohdan qo'rqib, Allohga yaqinlashib, Allohning soyasi ostida iltijo qilgan hamon shu hamon yana Allohning xotirjamlik, tinchlikni his qilgan gap. Qalblar rohat, tinchlik bilan to'lgan gap. Shuning uchun biz qadrli qarindoshlarimizning har biridan mushu koinotdagi atrofimizdagi har bir insonning yaratilishidan bo'lsin, hayvonotlarning yaratilishidan bo'lsin, o'simlik, har xil gulchechaklarning yaratilishidan bo'lsin, mushu narsalarni tafakkur qilib, mushu narsalarni o'ylanib turib, shu narsalardan insonning qalbida, qalblarimizda xotirjamlikni uyg'otadigan, xotirjamlikni qalblarimizga singdiradigan dalilni o'zimizning yashayotgan muhitidan izlashini so'raymiz, qadrli qarindoshlar. O'zimiz yashayotgan shu narsalardan dalil izlab tepishni, bu vaqt tafakkur qilishni umid qilamiz, qadrli qarindoshlar. Chunki qadrli qarindoshlar, biz bir qancha qatim so'zladik. Bu ism Allah subhanahu va taolaning go'zal ismlari. Agarda biz lug'at ma'nosi, odatdagi tushuntirishlari haqida to'xtalgan bo'lsa, ta'rifatlari haqida tanishdi. Bu mavzudan aytganda, bu nuqtani aytib to'xtalgan bo'lsak, nayt kichik mavzu bu. 4 kun o'ldik tutimiz buni. Ammo dalil keltirib, koinotdan, Allohning mahluqotlaridan, Allah yaratgan mush koinotdagi barliq atrofimizdagi o'zimizning yaratilishi mush haqda dalil keltirib turib, har bir narsani ta'kidlab, uningdan bir narsa chiqarib turib tekshiradigan bo'lsa, bu nayt cheksiz bir mavzu, qadrli qarindoshlar. Cheksiz, nayt büyük bir mavzu bu. Kainatdan dalil ep turib tekshirgan vaqtimizda hisobsiz, cheksiz bir mavzu bo'ladi, mavzuga aylandi. Shunchalik ufqqa ajoyib cho'ng bo'lgan, tugumaydigan darajada. Chunki bu koinotdagi barliq narsaning hammasi Allohning shu go'zal ism-sifatlarini bizga ta'kidlab beradi. Shunun bizga namoyon qilib turdi koinotdagi barliq narsa. Shuningdek fikrimizni qanchaki mushu koinotda tafakkur qilib, o'ylanishga yurgizgan siri, mushu koinotda sayr qildirgan, aylantirgan muddatcha bizning ko'z oldimizda Allohning qudrati, Allohning imkoniyati shunchalik o'smadi, shunchalik yuksilib ma'noda, yuksilib ma'noda. Shunchalik yuksilib ma'noda.
Biz qadrli qarindoshlardan, televizor ko'ruvchi qarindoshlardan, radio anglovchi qarindoshlardan shuni so'rab boqaylik. Siz Rabbingizning Al-Latif, Rabbingizning Muloyim ismidan, mushu koinotda o'zingiz yashayotgan, o'zingiz his qilib turgan atrofingizdan dalil keltirib, ismi Allohning Latif ismiga bir dalil keltirib beqing desak, nima dalilni keltiradi? Nima dalilni keltirasizlar qadrli qarindoshlar? O'ylab boqaylik. Al-Latif, Rabbimizning Latif ismiga bir dalil keltiralamiz. Mushu koinotdan o'zimiz yashayotgan. Bunun eng oddisi kichik bolaning tishining tushishini o'ylab boqaylik. Tishining qandoq tushadiganligini. Kichik bolaning tishining qandoq tushadiganligini o'ylab boqaylik. Shu tishining tushishi ham Alloh subhanahu va taolaning Latif ismiga, Muloyim ismiga dalil qildi-da. O'ylab boqaylik. Doktor Qiyachiyoq eng dongli doktor ismi yig'latib tushirdi. Allah subhanahu va taala his qildirmasdan shunchalik muloyimlik bilan nayotib turib chiqdi deya hech og'rimasdilar. Ashundoq tushirdi. Allohning naqadar lutfi, naqadar kuyimchanligini isbotlab berdi shu narsaning o'zida. Havo o'zimiz tinayotgan bu havo o'ylab boqaylik. Havosiz yashay olamiz. Mushu havo necha yuz tonnalik, ichidan necha yuzlagan 4-500 insonni ichiga yo'lovchini selib, nurg'un yuk taqa. 350-400 tonna qildi bir aeroplan, normal bir aeroplan. Shu aeroplanni bu havo ko'tarib maqdi. Havo shunchalik muloyim bu havo. Bu havo eng oddisi oldimizdagi har qanday bir narsani ko'rishimizga ham to'salg'i bo'lmaydigan bir havoning qilayotgan ishi qarab boqaylik. Oldimizdagi eng aqalli bir narsani, eng kichik bir narsani ko'rishimizga ham to'sqinlik qilib, to'saq qilib turib olmaydigan havoning muloyimligiga qarab boqaylik. Bu havoning hayotimizdagi ahamiyati, muhimligiga qarab boqaylik. Har qanday narsa uchun. Lekin aning ko'tarayotgan narsaga necha 100 tonnalik narsani ko'tarib oldi havo. Hech bir harakat qarab boqaylik. Bir harakatimizni to'sqinlik uchratmaydi bu havo. Bir xil ig'irlik his qilmaymiz bu havodan, bir xil bir narsa besib olgandek his qilmaymiz. Ashundoq turib, shunchalik muloyim, shunchalik yumron hamda. O'ylab boqaylik. Demak, bu havo shunchalik yenik, shunchalik muloyim, shunchalik yumron bir narsa bo'lishiga qaramay, nihoyatda kuchli bir narsa. Shuni his qilmaymiz hozir o'ldirib. Mashinaga menga vaqtda tez ketayotgan mashinadan qo'limizni derazadan shuna chiqaraylik, qancha kuchliligini, qanchalik kuchli urinayotganligini his qilamiz. Emniyetimizga to'salg'i bo'lamdi bu havo? Hech bir narsaga to'salg'i bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolo demak, havoning o'zi ham Allohning Latif ismiga dalil bo'lib turdi. Shuni ko'rsatib turdi. Ey inson, sening mandaq Latif ismli Robbing bor. Men shu Latifning yaratgan maxluqiman deb bizga so'zlab turdi shuni. O'ylab boqaylik. Demak, bizda bizning engimiz, tushunchimiz, fikrimizda, e'tiqodimizda har bir Robbimizning har bir ismlariga nisbatan bizda ko'pligan mushu koinotning ichidan, o'zimizning yaratilishida, atrofimizdagi o'simlik, hayvon bularning yaratilishidan chiqarilgan nurg'un dalillar bo'lishi kerak. Har bir ismda, har bir ismning dalili bo'lishi kerak, qadrli qarindoshlar. O'zimiz ko'rib turamiz atrofimizda. Bu yo'lda, bu fikrda, bu e'tiqodda mangan siri biz Rabbimizni mushu shaklda tunugan siri bizning oldimizdagi ufuq shuncha kengayib ichilib maqadi. Rabbimizning bizning ko'z oldimizda Rabbimizning ulug'ligi, Rabbimizning qudrati shunchalik ziyodalashib maqdi ko'zimizda. Uningdan bo'lgan qo'rqinchimiz, uningga bo'lgan ehtiromimiz, uningga bo'lgan hurmatimiz, uningga bo'lgan taqvoligimiz shunchalik oshdi, shunchalik ziyoda bo'ldi. Bu oshqon siri. Uningga bo'lgan itoatimiz, uningga bo'lgan yuzlanishimiz shuncha ko'paydi. Chunki qozonda nima bo'lsa, cho'mishga shu chiqadi qadrli qarindoshlar. Nihoyatda go'zal aytgan oti bo'ldiramiz. Qozonda nima bo'lsa, cho'mishga. Biz Rabbimizni qanchalik tunisak, bizning hayotimizdagi ish harakatlarimiz shu Rabbimizni tunishimizning miqdoricha bu sohaga shu shaklda qanday bo'lsa namoyon bo'lib o'tirib chiqadi bu. Nima bo'lsa shu chiqadi ketishiga. Mana buning o'zi ham, mana bu iymonning siri qadrli qarindoshlar.
Mana bu iymonning siri. Bizning iymonimizning siri bu yerda asli. Bu şekilde e'tiqod qilishimiz, bu şekilde tushunishimiz, Rabbimizga ashundaq yuzlanishimiz bu iymonning siri, iymonning taqozosi bu. Iymonning shuning uchun al-imanu shay'un yastaqirru fil qalbi va yantiqu bihi al-lisan va tuakkiduhu al-a'mal dedi. Shuning uchun iymon insonning qalbida qaror olgan bir narsa dedi. Iymon insonning qalbida qaror olgan, tilida so'zlagan va o'zining bu jismi bedenleri orqali amal qilgan. Uning amallari uning iymonini ta'kidlaydi. İnsanning, mu'minning qilayotgan amallari u insonning qalbidagi va tilidagi iymonini ta'kidlab turadi. Shuning uchun mu'minning amali bo'lmasa, hayoti dunyoda amaliy qilayotgan amal, haqiqiy ish harakat bo'lmasa, uning qalbidagi iymon bilan tildagi so'zlayotgan narsani bu amal tasdiqlamasa, bekor u hech bir arzimas narsa. O'ylab boqaylik. Bu üç narsa ayrılmaz narsa. İmanның üç xil ko'rinishi var. Qalbdagi qanoat, tildagi iqror va badan bilan qilingan amal o'ttirga chiqqan haqiqat. Mu'min bu shaklda bo'ladi. Mu'min shundoq axloqli shaxs. Mu'min o'zining va'dasida turadigan, mu'min ishbatlik, mu'min rostchil, mu'min ishonchlik, mu'min rahimdil, mu'min kuyimchan, mu'min pokiz, mu'min yuqori martaba talab qilib kishilarning maqtishini talab qiladigan kishi emas u. U Robbining roziligini ko'zlaydi faqat. Alloh subhanahu va taolo deydi u davomli. Ya Rabbi deb Robbiga yuzlandi u mu'min. Mana bu mu'min. Mu'minning har bir sifati, uning qilayotgan yurish turish har bir uningdagi mavjud bo'lgan hamma narsa jimjit turib uning mu'min ekanligini so'zlab beradi. Ey men mu'minjimi, men mu'min demashqis bunda olmaydi deb uning sifatlarining o'zi jimjit turib so'zlab beradi, insonlarga ta'sir qiladi qadrlar. Bu bir suluki jihatdan, mu'minning suluki jihatdagi tashqi qiyofati bu. Har bir ish, harakat, yurish turishi, so'z harakati hamma narsa shu Alloh rozi bo'ladigan shaklda ketayotgan. Shundoq intizomchan, shundoq go'zal ketayotgan. Bu tashqi suluki jihatdan mu'min bundoq bir shaxs. Ammo agar mu'minning qalbini yerib, ko'rib boqaychi buning qalbini, mu'minning qalbi qanday bo'ldigandi deb agar qalbini yasa, bu mu'minning qalbidan xotirjamlik, tinchlik, qalbiy rohat, yurakdan ichidan bir xil rohat. Allah subhanahu va taolo tamoman taslimiyat, Allohga taslim bo'lganlik, Allah subhanahu va taoloning qilgan qazolari, bekitgan hukmiga tamoman rozi bo'lganlik, Allah subhanahu va taologa tavakkul qilgan bu narsa mu'minning qalbidan agar yerishda o'rgab qolsa, buningdan boshqa narsa chiqmaydi mu'minning qalbidan ichidan. Uning tili Allah subhanahu va taoloning zikri bilan so'zlaydi. Allah bilan so'zlaydi, Allohni nutq qilib turdi, Allohni aslab turdi, Allohni zikr qilib turdi. Va insonlarga shu tili orqali insonlarga xotirjamlik tuyg'usi, insonlarning qalblariga xotirjamlik tuyg'usi beradi. Xotirjamlik ato qildi, qalblarini yuritdi, qalblarini yumshatdi mu'min. Mu'min bundoq alohida shaxs qadrli qarindoshlar. Va u mu'minning tili davomli Alloh subhanahu va taolaning zikri bilan nam. Davomliq Allohning zikri bilan mashg'ul, insonlarni Alloh subhanahu va taolaning bu ne'matlarini so'zlash orqali insonlarga ularning qalblarida tinchlik, xotirjamlik tuyg'ularini uyg'otgan. Ularni Alloh subhanahu va taolaning yo'liga boshlab, haqiqatlarni echib berib, haqiqatlarni tushuntirib, bu mu'minning qilgan ishi. Mu'min bunday bir shaxsiyat. Shuning uchun İsmul mu'min, Allah subhanahu va taolaning mu'min ismini haqiqiy o'zida o'zlashtirgan mu'min bo'lish uchun yuqoridagi sifatlarga loyiq bo'lish kerak qadrli qarindoshlar. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddus assalamul mu'min. Ana shu mu'min Rabbimizga loyiq bo'lishimiz kerak. Ya'ni xulosa Allah subhanahu va taolani biz mu'min dedik. Birinchisi Allah zotini. Darsimizning oxirida Allah zotini eng yaxshi bilguvchi. Allohning barliq ish harakatlari sodir bo'lgan, Allohdan sodir bo'lgan barliq ishlarning hammasi Allohning so'zini tasdiqlab keladi.
hiçbir iş hareket Allah'ın sadır kılgan işlerden hiçbirisi Allah'ın sözünü red kılıp Allah'ın sözünü yalğanga çıkarıp meydanga kep kalmaydı degan bir narsa. Ma'itiqad bu bir. Şunun için ey mümin sen Allah subhanahu ve ta'alaga iman etsen, Allah'ın kitabını okusan, Kur'an'ını okusan hayatta ensirmegin ki hiçbir zaman hayatında başka bir sen okuvatkan, sen öğrengen, sen itiqad kılgan bu Allah'ın kitabıga xilaf, muhalif keladigan, zid keladigan bira hadise, bira işning yüz berib qilishi uxlaganda tushungimi kirib qolmasin ey mu'min degan gap bo'ladi. Mumkin emas buning yüz berib qilishi. Degan gap. İkinci yana bir narsa nima desa, Allah subhanahu ve taala bizga o'zining yaratgan mahluqatlari orqali, o'zining af'al zaminda sodir qilayotgan ishlari orqali bizga qanday qildi bandasiga xotirjamlik ato qildi dedik. Xotirjamlik ato qildi. Shuning uchun biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan, shu mu'min Rabbimizning bandasi bo'lish sifatimiz bilan biz qanday bo'lishimiz kerak? Hargiz ikki sifatning ustida qolmasligimiz kerak. Bizde ikki sifat bir vaqtda tepilmasligi kerak. Ha? Hargiz hem rastçıl hem yağançı o'g'lamaydi bir yerda. Bundaq sifat tepilmasligi kerak. Cho'qim bizning so'zlarimiz davomli holatda bizdan sodir bo'layotgan barliq ish harakatlar so'zlarimizni tasdiqlagan bo'lishi kerak. So'zimizda nima degan bo'lsak, ish harakatimiz shunday bo'lishi kerak. Ikkinchi bir narsa, bu bir, ikkinchisi insonlar bizdan xotirjam bo'lish kerak. Biz tarafdan ansirmasligi kerak. Davomli holatda hamma haq ishonadigan, ishonchlik mu'minlardan bo'lishimiz kerak. Ikkinchi bir nuqta bo'lsa, insonlar biz tarafdan hech ansirmasligi kerak. Xotirjam bo'lish kerak. Ishonch qilish kerak, qila olish kerak mu'minga. Mu'min ana shunday shaxsiyat bo'lish kerak. Mu'mindan hech bir yomonlik, aldamchilik, suiqasd, nejislik bu narsa hiçbir zaman mu'minda tepilmasligi kerak. Bu şekilde bo'lish kerak mu'minda. Xo'sh, endi Allah subhanahu va taolaning xotirjamlik ato qildi dedik yuqorida. Agar biz hayotimizning har qanday bosqichida xotirjamlikning aksini ko'rib qolsak, tinchlikning aksini ko'rib qolsak, boylikning aksini, azizlikning aksini ko'rib qolsak, bu vaqtida hargiz voy bu nim bo'lyapti, bu qanday o'g'ini bu deb qolmasligimiz kerak. Yuqorida nayt tafsil etdik qadrli qarindoshlar. Allah agar bizni qo'rqitgan bo'lsa, qalbimizga qo'rqinch solgan bo'lsa, buni bir qo'rqitib olay deb emas, balki mushu bandamni bir aminlikka, xotirjamlikka erishtiray mushu bandamni, xotirjamlik yo'liga boshlay, xotirjamlik yo'liga elib kelay deb bizni qo'rqitdi. Shu qo'rqinchni shu qalbimizga sepib qo'ydi. Allah'ın maqsadini tushunaylik. Rabbimizning bizni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini tushunaylik. Allah agar bizdan bir narsani elib olgan bo'lsa, elib berish uchun emas, bizga berish uchun elib oladi. Agar bizni tushagan bo'lsa, jamiyatdagi o'rnimizni yo bir narsamizni tushirib o'tgan bo'lsa, yuz obro'yimizni bizni aziz qilish uchun, bizni ko'tarish uchun tushiradi. Agar bizni xor qilib qo'ygan bo'lsa, aziz qilish uchun xor qiladi. Mushuning o'xshash kayniga ulab da berishimiz mumkin. Hargiz va hargiz o'shani yetkazib olay uchun shuni deb emas. Allah bizning xayrligimizni, yaxshiligimizni o'ylab shunday qildi, qadrli qarindoshlar. Ya Rabbi, ya mu'min, ey mu'min sifatiga ega bo'lgan ulug' Parvardigor. Ey Rabbimiz, bugun sening mu'min ismingni o'qidik, mu'min ismingni tushundik, mu'min ismingni bildik. Bizni ham shu mu'min ismingga loyiq mu'minlardan, loyiq bandalardan qilib berishini sendan tuvanchilik bilan so'raymiz ya Rabbim. Ey Rabbimiz, bizning holimiz, bizning ahvolimiz to'limi tuvan, to'limi sana loyiq bo'lmagan, naloyiq bo'lgan bo'lsa, sening rahmating, sening kariming buyuk ey Rabbimiz. Bizni eng baxtli mu'minlardan, o'zingning rahmatiga erishgan haqiqiy ismi jismiga loyiq mu'minlardan qilib berishingni sendan tuvanchilik bilan so'raymiz ya Rabbim. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugun biz yana Rabbimizning go'zal ismlaridan biri bo'lgan Al-Mu'min ismi haqida qudratimizning yetishicha to'xtalib o'tdik.
inshaalloh kelar qitim yangi bir ism bilan tanishimiz. Shu vaqtgacha agar Alloh umr bersa yana bir qitim ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Qadrli qarindoshlar, dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun ijobatlik duolaringlarda duo qilish bilan birga kamina ojizni ham unutmasliklaringlarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İşendim, teslim oldum, iman ettim, yüzümle sana odulladım. Senin men bilen kalbim o'ttirsida o'rin tutqanligingni bildim. Özümni aldaşdın, saqlığanmı sendursen. Men senin kulunmen, sanıla tayınmen. İşenginimmi faqat seninle ilmingdandir. Ayet evetip, gumanlarımni tazalab, qalbimga qoyillik bergüchi sendursen. Sen hidoyatingni merhamet etmesen, qalblar qandoq muxotirjam bo'lsin. Sen aminlik ve amanlık bermesen, kimmi o'shanganidan amin bo'lsin. Baladin amin, ofatdan yiroq qil. Turmushdan xushallik, do'zaxdan amonlik ber menga ey mu'min Rabbim. Qayg'udan yiroq, alamdan uzoq qil. Havas tuzaqlardan saqlab, fojiani yiroq qil menga ey mu'min. Nafsimning changilig'i tashlab etmagin meni. Shundoq mu'min ayligin-ki, iymon nurim jahannamning yolqinini o'chirsin. Shundoq ishonguvchilardan qilg'in-ki, nadomatlarim meni sen tarafga yondirsin. Ya mu'min. لله تعالى أسماء حسنى وصفات يبديها تتجلى في ثوب كمال وتمس الروح فتحييها. أنعم بعبيد إذ يغرس روضا من زهر معانيها. في ركب الأسماء سنحيا تطربنا نغمة حادي. عملا وسلوكا وفلاحا قد أفلح من سيزكيها. الله في حياتي